4 kunduz poyezdda yurib, Toshkentdan Samarqandga keyin yana 1 kun samolyotda uchib kelgan Shayx Nadim al-Jisr janobi oliylari judayam tarixiy obidalarga, ziyoratgohlarga qiziqadigan inson bo'lgan. Shohizinda ziyoratgohida Hazrat Qusam ibn Abbos haqlariga Qur'on tilovat qiladi va kechqurun, kech botganda meni Imom al-Buxoriy qabrlariga qachon olib borasizlar deb delegatsiyadan so'rab qolishadi. Ular xayriyatki deyishadi. Kech tushdi, qorong'i bo'ldi. Bu insonni ko'zini shamg'alatib o'sha yerga olib boramiz. Lekin u yoq hali tartibga kelmaganida bundan Samarqand, Toshkent, Estirdan, ya'ni kim Moskvadan juda ham qo'rqib turishgandi. Sharmanda bo'lamiz, parod bo'lib qo'yamiz deb. Manzilga yetib borishadi, ya'ni kim qabr joylashgan joyga. Mashinadan tushishi bilan Shayx Nadim al-Jisrning yuragida kuchli bir hayajon paydo bo'ladi. Qabrga qancha masofa qolganligini bilgach, yerga tizzalab oladi va yerni o'padi. Qabrgacha emaklab yetib boradi. Qabr oldiga yetib borganlarida yana yerni o'padi va ertalabgacha qabr oldida ertalabgacha Qur'on tilovat qilib chiqadi. Tun degan narsa abadiy emas-ku do'stlar, tong baribir otadi. Shayx Nadim al-Jisr shuni anglab yetadiki, bu insonni atayin ko'zlarini shamg'alatish uchun, qabr atrofi xaroba ekanligini bildirmaslik uchun qorong'i paytda olib kelganligini qarasa, qabr atrofi hali ham xaroba, juda ham qarab bo'lmas ahvolda. Shayx Nadim al-Jisr bu holatdan judayam ta'sirlanib ko'zlariga yosh olib Toshkentga qaytadi. Toshkentga qaytish davomida hech kimga gapirmaydi, bir so'z demaydi. Bu holatni chuqur o'rgangan shoir Xurshid Davron shuni yozadiki, Shayx Nadim al-Jisr Toshkentga yetib borganda Toshkentdagilardan shunday iltimos qiladi. Qabrni men shunaqangi bir radiusda kovlab olayda, Livanga olib ketay. O'sha kovlab olingan radiusdagi tuproqning og'irligi qancha bo'lsa, o'sha og'irlikka teng miqdorda men sizlarga oltin olib kelishga va'da beraman. Do'stlar, ko'rib turibsizlar. Alhamdulillah, mashalloh, hozirgi Imom al-Buxoriyni qabrlari, majmuasi qanaqa ekanligini. Shunaqangi darajaga kelishiga sababchi bo'lgan insonlarga minnatdorchilik bildirgan holatda Imom al-Buxoriyni kimligini bu insonni ta'riflashga so'z ojiz. Islom dinida Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turuvchi manba hadislar jigarlar. Ana shu hadis ilmining sultoni, bizgacha eng ishonchli sahih hadislar yetib kelishiga sababchi bo'lgan inson Imom al-Buxoriy. 600 mingdan ortiq hadisni yoddan bilgan. Al-Jami as-Sahih kitobining muallifi. Bu insonga bundan ham ortiq ta'rif berardim, lekin qalblarim yayrayapti to'g'risi. Do'stlar, qalbimda quvonch. Bu majmuani ko'rib mashalloh